Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish bu dunyo tajribasidagi eng samarali amaliyotlardan biri, chunki u bizga bir nechta ijobiy natijalarni beradi. Masalan, resurslarni to'g'ri taqsimlash, ma'lumotlar shaffofligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Qolaversa, dehqonlar va fermerlarning faoliyatini tizimli, to'g'ri va muvaffaqiyatli yo'lga qo'yish. Shu bois bugun O'zbekiston ham mana shu yo'ldan boryapti. Kosmos va qishloq xo'jaligi o'rtasida qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin? Bu albatta raqamlashtirish. Bugungi kunda nafaqat yerdagi o'rganishlar, tekshirishlar natijalari, balki koinotdan sun'iy yo'ldosh yordamida olingan mana bunday suratlar va tahlillar natijasida ham fermerlar, dehqonlarning ishi yanada osonlashishi mumkin. O'zbek kosmos agentligi fazodan olingan suratlar yordamida bir nechta tizimda raqamlashtirish ishlarini olib boradi. Bu jarayonda eng katta va muhim yo'nalishlardan biri aynan qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida kosmik texnologiyadan foydalanish bu yangilik emas. Butun dunyoda bu ko'p yillardan beri foydalanib kelyapti. O'zbekiston bu yo'nalishda ham hozir juda katta qadamlarni bosib o'tyapti. Prezidentimiz tomonidan o'zini ko'rib bo'lingan va strategik tashabbus va bu tashabbus mana o'zini oqlayapti albatta. Xususan mana shu davlat kosmik monitoring doirasida biz bir necha yildan beri qishloq xo'jaligidagi holat bo'yicha xolis mustaqil ma'lumotlarni berib borish. Misol uchun shu qishloq xo'jaligi real ekin yerlari, bundan tashqari har yili mana shu ekin mavsum paytida ekinlarning klassifikatsiyasi, ya'ni bug'doy ekilish holati, paxta ekish holati, ikkilamchi ekinlanish ekish holati, zaxira yerlardan foydalanish holati, bug'doy o'rimidan keyin ikkinchi marta ekish holatlari bo'yicha ma'lumotlarni o'z vaqtida qishloq xo'jaligi vazirligi, shu mutasaddi tashkilotlarga berib boramiz. Bundan tashqari biz hozir qishloq xo'jaligi yo'nalishida suvdan oqilona foydalanish yo'nalishi bo'yicha ham loyiha boshlaganmiz. Bu yerda biz suvni samaradorligi bo'yicha analiz olib boryapmiz. Asosiy masalamiz ishlatilayotgan 1 kubometr suvga oxirida qancha mahsulot olinyapti va bu mahsulotga necha kubometr suv ishlatilyapti. Qanchalik mana shu mahsulot shu ekilish to'g'ri emasligi, suvni yetib borish holatlari va umuman olganda suv yetarli va to'g'ri ratsional taqsimlash bo'yicha mana shu analitik ma'lumotlarni shu qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi vazirliklariga biz berib boryapmiz. Keyingi qadamlarimiz albatta bu ma'lumotlarni yanada chuqurroq analiz qilish, ya'ni kosmik texnologiyalarni imkoniyatlari ochiqni aytganda cheksiz, butun respublikani aytaylik har 2 kunda suratga olib borish imkoniyati bor. Bunaqa narsani minglab odam bilan ham qilib bo'lmaydi va albatta sifat nuqtai nazaridan baribir shu odam omili yo'qligi buni juda bir katta rol o'ynaydi. Shuning uchun vaqt nuqtai nazaridan tejalishi, moliyaviy tejalishi va samaradorligi nuqtai nazaridan albatta kosmik texnologiyalar ancha oldinga chiqdi. Davlatimiz rahbarining iqtisodiyot tarmoqlarida aerokosmik ma'lumotlardan foydalanishni kengaytirish va qishloq xo'jaligi quyi bo'g'inida boshqaruv tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bu boradagi ishlarni yanada jadallashtirdi va mas'ullar zimmasiga yangi vazifalarni yukladi. Monitoringning natijadorligi, yuqoriligi va effektivligini hisobga olgan holda davlatimiz rahbari tomonidan kosmik monitoringni yiliga 3 martaga oshirish bo'yicha topshiriq berildi. 26-yildan boshlab yer munosabatlari sohasida, geologiya sohasida, ekologiya sohasida yiliga kamida 3 marta biz monitoringni olib borish vazifasini oldik. Bundan tashqari vazirlik idoralariga holatlar bo'yicha berilgan ma'lumotlarni bizda shu yagona platformamiz, ya'ni SpaceGov monitoring platformasiga integratsiya orqali qabul qilish va ulardagi holat bo'yicha, o'sha tegishligi bo'yicha ushbu farmon bilan qaysi aytaylik sohaga nisbatan necha kun ichida reaksiya qilish bo'yicha ham topshiriqlar berib ketildi. Ushbu farmon bilan alohida ta'kidlab o'tish kerak, mana ekologiya sohasida o'zi umuman yashillik qoplamini himoya qilish bo'yicha bizga qo'shimcha bir topshiriqlar berildi. Xabaringiz bor, O'zbekistonda daraxtlarni kesishga moratoriy qo'yilgan va buni katta hududda monitoring qilishga albatta kosmik texnologiyaning imkoniyatlaridan keng foydalanish kerak. Shuning uchun bizga shu topshiriq bilan biz daraxtzorlarni kesilish holatini kosmik monitoring qilib, ushbu ma'lumotlarni Ekologiya vazirligi va O'rmon xo'jaligi agentligiga biz berib boramiz va bu ma'lumotlarda biz turli xil aniqlikdagi kosmik suratlarni ishlatib, aytaylik har 3 kunda, har 4 kunda biz yengillab borib ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Bu o'zida juda ham katta hududlarda, juda operativ ko'rinishda bo'layotgan jarayonlar, o'zgarishlar bo'yicha biz signal berib borish imkoniyatimiz bo'ladi. Bundan tashqari so'mon poyalarni yoqish holatlarini ham biz monitoring qilib boramiz. Bugungi kunda innovatsion kosmik texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanish orqali eski jadvallar o'rniga dala maydonlari haqida yuqori aniqlikdagi ma'lumotlar to'planmoqda. Qishloq xo'jaligida biz 23-yildan beri juda katta ishlarni amalga oshirdik. Biz hozirgi kunda har bir dalani o'zimiz yaxborot texnologiyalarni ishlatgan holda raqamlashtirib chiqamiz. Bu degani bizani oldingi eski jadvallardan ketib, har bir dala qaysi joyda degan savolga javob olyapmiz. Juda faol sun'iy intellektni ham ishlatamiz. Sun'iy intellekt ishlatish orqali biz hozirgi kunda respublika kesimida qishloq xo'jaligi ekin yerlarida
qaysi turdagi ekin mahsulotlari ekilganligini aniqlash imkoniyatiga egamiz. Hozirgi kunda biz asosiy ekinlarimiz paxta, g'alla ekinlari bo'lsa, undan tashqari sun'iy intellekt imkoniyatlaridan kelib chiqib 7-8 xildagi ekin turlarini aniqlayapmiz. Raqamlashtirish bu bizlarga haqiqatni ko'rish uchun. Ya'ni hozirgi kunda qancha maydonimiz bor, qancha maydonimizga nima ekyapmiz va qancha hosil olyapmiz. Bu to'g'ridan to'g'ri o'zimizning bor boyligimiz, ya'ni yerimizni samarali ishlatish bo'yicha bizlarga imkoniyat yaratib beradi. Birinchi navbatda yuqori aniqlikdagi kosmik surat olinadi. Kosmik surat olingandan keyin uni tahlil bo'limiga taqdim etiladi. Tahlil bo'limi u suratlarni qayta ishlaydi. Yangi suratlarda ko'ringan maydonlarni hammasini raqamlashtirib chizib chiqishadi. Bunda chizib chiqilgan, raqamlashtirilgan maydonlar aynan o'zini joyiga tushadi va chizib chiqilgandan keyin u maydonlar monitoring ishlari olib boriladi. Monitoring ishlari olib borilganda kosmik suratlarning shunaqa xususiyati borki, inson ko'ziga ko'rinmaydigan kanallari mavjud va u kanallar orqali ekinni qaysi ekin turiligini, u ekin turini sog'ligini monitoring qilish imkoniyatiga egamiz. Raqamlashtirish jarayonida nafaqat qishloq xo'jaligi maydonlari, balki ekinzorlardagi joriy vaziyat bilan bog'liq, ya'ni sug'orish, zichlik, yashillik darajasi va boshqa ma'lumotlar yig'ib boriladi. Ularning barchasi bitta platformada jamlanadi. Agentlik tomonidan SGM markazlashgan yagona platforma ishlab chiqilgan va shu platforma tarkibida maxsus qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha Space Agro subplatformasi yaratilgan. Ushbu subplatformada respublikadagi barcha raqamlashtirilgan qishloq xo'jaligi ekin maydonlari, ularning maydoni, misol uchun kerakli tuman tanlangandan so'ng respublika bo'yicha o'sha ekin maydoni, undan tashqari kerakli kontur tanlangandan so'ng yoki umumiy tuman yoki viloyat kesimida ekin maydonlarini o'rtacha vegetativ holati, qanaqa holatda ketayotganligi. Ya'ni bu yerda eng muhim ahamiyat kasb etadigan jihati, demak biz kunlik kosmik suratlarni taqdim etuvchi operatorlar ma'lumotlardan foydalanamiz. Ya'ni kunlik holatini, o'sish dinamikasini kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Muhim jihat shunda, ya'ni kerakli kun tanlangan holatda o'sha kun uchun ushbu ekin maydonida, misol uchun mana bug'doy ekin turi bo'yicha vegetativ holatini ko'rsak bo'ladi va bu bo'yicha biz to'rga bo'lgan holatda tegishli mutasaddi xodimlarga signal ko'rinishda ma'lumot taqdim qila olamiz. Demak, o'sha vegetativ holati past, vegetativ holati o'rta, yaxshi yoki juda yaxshi ko'rinishda ma'lumot taqdim etamiz. Ekinlardagi xlorofil miqdori, azot miqdori kam joylarga alohida ma'lumot taqdim etiladi. Bundan tashqari ekinlarning zichligi, ya'ni o'sha ekinlar maydonda zichligi agar past bo'ladigan bo'lsa, bu ham qanaqadir bir anomaliya bo'ladi va u haqida ham ma'lumot taqdim etamiz. Shu bilan birga ekin maydonlarida ekilgan ekin turlari bo'yicha klassifikatsiya ishlarini amalga oshiramiz. Mutaxassislarimiz tomonidan joyga chiqib, tegishli namunalar yig'ish orqali biz klassifikatsiya o'sha tasniflashlarini aniqligini oshiramiz. Demak, o'sha hozirgi kunda erishilgan aniqligimiz demak 90-95%. Demak, Andijon viloyati bo'yicha ekin maydonlarining umumiy holati va har bir tuman kesimida ekin maydonlarining holatini ko'rsak bo'ladi. Har qanday sohada raqamlashtirish tizimning shaffoflashuvi va samaradorlikni anglatadi. Qishloq xo'jaligida esa bu resurslardan to'g'ri va unumli foydalanish orqali yuqori hosildorlikka erishish, oziq-ovqat xavfsizligi, narxlar barqarorligini ta'minlash va eng muhimi, aholi dasturxoni to'kinligi deganidir.